Assalomu alaykum, reality showimiz kuzatuvchilari. Va'da qilganimdek insondan yaxshilik qoladi deb nomlangan reality showimizga ishtirok etishni xohlovchilarni umumiy ma'lumotlarni berib o'tamiz bugun. Ba'zi ma'lumotlar YouTube'da plus belgisi yoki Instagram'da o'z xohishlarini bildirgan va umumiy informatsiya, ya'ni ma'lumotlari bizlarda hali yo'q. O'shalar agar bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, mani Telegram raqamimga o'z infolaringizni qoldiring. Xo'sh, biz boshladik. Hozir bizda umumiy ma'lumotlari borlar bu Amirjon Qodirov, Muhammadiyev Botur, Amir Zarifov va Muhammad Shohrux Telegramdan bizlarga o'z xohishlarini bildirgan va YouTube'dan Sanjar Shuhrat Artiqov, Instagram'dan Esonboy, Aslanbek Shirinov, Nilufar Darxonovalar ishtirok etish xohishlarini qoldirgan. Iltimos bizga umumiy ma'lumotlaringizni Telegramimizdan yuboring. Ishtirok etishni xohlovchilar orasidan biz ingliz tilini yaxshi darajada biladiganini 2 kishini shogirdlikka olib, reality showimizni davom ettiramiz. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun oldindan tashakkur. Bizni to oxirigacha kuzating. Reality showimiz davom etadi.